Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Bishkekda Oq uy oldida fuqaroviy jamiyat mitingiga chiqdi. Yig'ilganlarning muddaosi nima? Bugun Qirg'izistonda oq qalpoq va milliy liboslar kuni. Mazkur sana qanday nishonlandi? Bahor kelishi bilan tozalash va obodonlashtirish ishlari boshlandi. Ayollarning xalqaro bayrami nishonlana boshladi. O'shda yo'l soqchilari haydovchi ayollarga sovg'alar berishdi. Bugun o'lkada oq qalpoq va milliy liboslar kuni nishonlandi. Respublikaning barcha hududlarida milliy kiyimlar ko'rgazmasi o'tib, piyoda yurishlar uyushtirilgan. O'shda esa 500 ga yaqin yoshlar ishtirokida fleshmob bo'lib o'tdi. Markaziy maydonda uyushtirilgan tadbirga 10 ga yaqin millat vakillari qatnashdi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Bolasimin Qirg'izdan Milliy kiyimlar kuni O'sh shahrida jonli qalpoq, qorajo'rg'a raqsi, piyoda yurish bilan davom etdi. Tadbir markaziy maydonda nishonlanib, 500 nafarga yaqin yoshlar ishtirokida fleshmob uyushtirildi. Shu bilan birga qalpoqning jonli namunasi ko'rsatilib, qorajo'rg'aga raqsga tushdi. Tadbir davomida yoshlar mahalliy hukumat vakillari bilan birga vatanparvarlikka chaqirgan shior bilan piyoda yurishga chiqishdi. Aksiya ishtirokchilari yurishdan keyin drama teatr qoshida maxsus tayyorlangan konsert dasturiga guvoh bo'lishdi. Unda shahar rahbari Aytmamat Qodirbayev qalpoq haqida gapirib, uni e'zozlash har bir kishining vazifasi ekanini ta'kidladi. Şahıqlarda oq qalpoq kuni bilan qutlaqtab, doimo boshimizdan oq qalpoqimiz tushmay, Alato'day buyuk Alato'ning oq qar ko'k muzunday toza bo'lib jura bersin degan qalo tilegimni bildirib ketishga ruxsat etingizlar. Shu bilan birga Qirg'iziston Yoshlar ittifoqi tashkilotining faol yoshlari talabalar bilan birga piyoda yurish uyushtirishdi. Ular shahardagi asosiy ko'chalarda bo'lib, Sulaymon tog'iga ham chiqishdi. Maqsadi bu yoshlarning bosh kiyimimiz bo'lgan oq qalpoqni hurmatloo, bosh kiyimning ulug'lig'in tang'azaloo o'shol maqsadda uyushtiriladi. Oq qalpoq kuni 2011-yildan beri nishonlanib kelinadi. Mazkur kunni bayram qilish taklifi rejissyor Risbek Jabirovdan chiqqan. Oq qalpoq bilan milliy liboslarning tarixi qirg'iz xalqining qadim tarixiga borib taqaladi. Hozirda yigitlar oq qalpoqni bayram kechalarida kiyishsa, tarixda dushman bilan jang qilganda qudratli ko'rinish uchun boshdan tushirishmagan. Millatning ulug'ligini ta'rif qilgan milliy kiyimlarning bugungi kundagi o'rni va ahamiyati haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Oq qalpoq qirg'izlarning qadimdan kelayotgan va o'z ahamiyatini yo'qotmagan milliy bosh kiyimi. Uni asosan sayyohlarga va to'y ma'rakalarda sovg'a qatori berishadi. Ishga, bayramlarga, ma'rakalarda kiyishadi. Qalpoq yigitning yoshi, jamiyatdagi o'rni va oilasi bor yo'qligi qarab turli bichim va ornamentlar bilan tikiladi. Bizde ko'pincha bunun past qalpog'i tikiladi, kichikroqi. Kichikroq qisqa qalpoqlar chiqadi, pastroqlar. Shundoylar ketadi, detskiy qalpoqlar ketadi, kichikroq. Kepkalar chiqadi. Hozir bizning Qirg'izistonda ko'pincha vыбор ko'p. Xalqlar bilan millatlar shakllanishi milliy kiyimlarning paydo bo'lishiga asos bo'lgan. Milliy kiyimlar orqali o'sha millat urf-odati, tabiati, naqqoshlik hunarlarini ko'rish mumkin. Qirg'iz xalqining milliy bosh kiyimi ko'rkam, yarashimli va qulaydir. Dizaynerlar esa yildan yilga milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan holda yangidan-yangi obrazlarni yaratmoqda. Shu ulluttuk kiyimni dаңазалап, көптөгөн кароо сынактарга катышып келе жатабыз. Биздин негизги максатыбыз бул өзүбүздүн ушул ата бабаларыбыздан калган эң ыйык мурасыбызды бул дагы да өркүндөтүп, бизден кийинки мынау келе жаткан, өсүп келе жаткан урпактарыбызга өткөрүп берүү максат. So'nggi vaqtlarda milliy kiyimlarga bo'lgan talablar kuchayganini sotuvchilar tasdiqlashmoqda. 10-15 yil avval jamiyatning ba'zi qismi milliy kiyimlarni kiysa, hozirgi kunda zamonaviy tusga kirib, yosh va qari qalpoq kiyishga o'tgan. Biroq bu yil nuqra qirg'izning kiyimine basım жасаган ушу 5 жылдан бери жакшы.
2011-yildan boshlab qirg'izistonliklar oq qalpoq kunini nishonlab kelishadi. Bu yili Jo'g'org'i Kengash tomonidan maxsus qaror qabul qilinib, unga ko'ra 5-mart oq qalpoq kuni qatori nishonlanadigan bo'ldi. Tashabbuskorlar bu orqali qalpoqdan boshqa milliy kiyimlarga bo'lgan e'tiborni qaratishni maqsad qilganini aytishadi. Tahlilchilar esa yilning bir kunida emas, har kungi kiyimlar qatoriga qo'shish kerakligini aytishadi. Бүгін ұлттық киімдерді біз артистердің өнер шығармашылық адамдардың ғана мындай бір формасы қатары қабыл алып қалғанымызда жоқ. Керек болса біз мемлекеттік автоунааларда, көчөлөрдө, майрамдарда, ар түрдүү салтанаттарда ар бирибиз тартынбайлы улуттук кийимдерди кийип, улуттун жүзүн алып жүргөнгө татыктуу болушубуз керек. Qirg'izning milliy kiyimi ko'rkam, yarashimli va qulaydir. Milliy koloritdagi eng zamonaviy qalpoqlar xalqaro tanlov va ko'rgazmalarda qatnashib, sovrinli o'rinlarni egallashmoqda. Jamoat tingloviga chaqirilgan loyiha qirg'iz xalqining urf-odati, milliy nomoddiy meroslarini saqlab qolishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga xorijdan oq qalpoq olib kirishni taqiqlash taklifi ko'tarilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, yaqinda Bishkekning savdo markazlari birida o'tkazilgan tadbirda ishtirokchilarning biri itga oq qalpoq kiygizishgan. Milliy bosh kiyimga bo'lgan bunday munosabat jamoatchilik orasida keskin tanqidlarga sabab bo'lgan. Qirg'iziston sud huquqni himoya qilish tizimidagi poraxo'r xodimlardan xalos bo'lishi kerak. Bunday talabni bugun faollar Oliy sud va Oq uy oldida o'tgan tinchlik mitingida bildirdi. Yig'ilganlar Oliy sudning sudyaligiga tanlangan nomzodlarni prezident qabul qilmasin degan taklifni ham aytib, korrupsiyani to'xtatishda nochor ishlayotgan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bosh prokuraturaning nomiga tanqidlarni ham aytishdi. O'lkada sudlarga huquqni himoya qilish organlariga bo'lgan ishonch yildan yilga yo'qolib bormoqda. Sababi bu tarmoq xodimlari poraxo'rlikka botib, inson taqdiri bilan hisoblashmay qolgan. Bugun Qirg'izistonning har turli burchaklaridan yig'ilgan haqiqat izlagan mitingchilarning asosiy talabi ham poraxo'r xodimlardan xalos bo'lish. To'g'ri emas chechim qabul olgan sotlarning barini yo'q qilish kerak. Mizamning chegini sottolish kerak. Prokuraturani tozalash kerak. Taza adamlar gelse, acabustun 10 kolu olup berse yer jalp elimiz. Anda biz korrupsiyani tez arada için joyalabız degan tilegim bor. Huquqi poymol bo'lgan fuqarolarning umidini poraxo'rlikka kurash kuchayadi degan qaror jonlantirdi. So'nggi 2 yilda huquqni himoya qilish organlari tomonidan 76 mingdan ortiq jinoiy ish qo'zg'alib, uning yarmi qisqartirilgan. Ichidan 30% sudga yetib, 10% sud javobgarligiga tortilgan. Shu sababli davlat rahbari poraxo'rlikdan huquqni himoya qilish sud tizimini tozalash kerakligini aytgan. Qirg'izistonliklar buga cheyin boshlagan korrupsiyaga qarshi chechkunduk kurashni ulantuvni Anı güçlendürünü, tazalanını talap kılıp жатат. Biz eldini uğup, açı çındıkka köngül buruşumuz gerek. Өлкөдөгү korrupsiya менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Davlat rahbarining qat'iy qadami fuqaroviy jamiyatni ham qo'lloviga arziydi. Huquq himoyachilari poraxo'rlik bo'yicha boshlangan ishlarni yakuniga yetkazish uchun birga hamkorlik qilishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Biroq korrupsiyaga qarshi kurashning dastlabki bosqichi qatori Jeenbekovdan yaqinda tanlangan Oliy sudning 6 sudyasiga qo'l qo'ymaslikni iltimos qilishgan. Biz bugun prezidentni qo'ldogunga tayyormiz. Bu bizning naq so'zimiz, biz hech qanday gulbeylaymiz. Antkeni biz dagы bir mamlakat, biz bölünüp ketpeymiz. Biz boshqa жаққа chiqib kete turgan insonlardan emasmiz. Biz Qirg'izistonda o'ngdoymiz. Bizning baldarimiz mizamdуу, huquqdуу kelечекке ээ болгонго biz degan salımızды qo'sha beramiz. Poraxo'rlikka qarshi xizmat 2 yil ichida 485 jinoiy ish qo'zg'ab, 118 sudga jo'natilsa, 37 ish bo'yicha hukm chiqqan. Bu ko'rsatkich juda oz bo'lib, xizmatning ishi sust bo'layotganidan xabar beradi. Shu sababli ayrim tahlilchilar korrupsiyani qisqartirish uchun tegishli muassasalarda kadr o'zgartirishlar bo'lishini istashadi. Mamlakat qancha qarjilab, qancha grant tartib reforma qilmasin, o'shol sistemadagi ishlagan odamlar tozalanmayincha hech narsa o'zgarmaydi. So'rinbay Jeenbekov siyosiy erkini ko'rsatgani bilan qolgan hukumat butoqlarida umumiy harakatlar yo'qligini ayrim jamoat arboblari aytishmoqda. Shu sababli prezident tozalashni eng avvalo poraxo'r amaldorlardan boshlasa degan fikrda. Jo'g'org'i Kengashda qilmish ish qo'zg'algan qaysi deputatligini olib, ana sottala boshladi. Qani aytishmaga yo'qda. Bu vaqtgacha har bir hukumat vaqtida korrupsiya bilan qarshi kurashish yo'nalishida turli mexanizmlar ishlab chiqilgan, biroq barchasi samarasiz bo'lgan. Shu sababli davlat rahbarining tashabbusi quruq so'z bo'lib qolmay, ertaroq natija bersa deydi jamoatchilik.
Oq qalpoq bayrami kuni haqidagi mavzuni davom ettiramiz. Bu sanani o'quvchilar ham o'zgacha nishonlashdi. O'shdagi Urqiya Saliyeva nomli maktabning o'quvchilari turli qalpoqlarni o'z qo'llari bilan tayyorlab, ko'rgazmaga qo'yishdi. Ular hakamlar tomonidan baholanib, eng katta va eng chiroyli qalpoq tayyorlaganlar taqdirlandi. Tadbir faqatgina qalpoq kiygan yigitlarning yurishi bilan davom etdi. Batafsil navbatdagi lavhada. Qog'ozdan, kigizdan va simdan yasalgan qalpoqlar. Bularning barchasini o'quvchilar tayyorlagan. 5-mart Oqqolpoq kunini O'sh shahridagi Rukiya Saliyeva nomidagi bolalar maktabi mana shunday qarshi olishdi. Bayram munosabati bilan 8-sinfdan yuqori sinf o'quvchilari eng katta va eng chiroyli qalpoq yasash bo'yicha tanlov e'lon qilingan. Maqsadi milliy bosh kiyimni e'zozlash bo'lib hisoblanadi. 8-9-10 klasslardan har biri qalpoqtарды өзінің қолынан келишинче чыгармачылык менен жасоо буйрулган. Мисалы, эң чоң қалпақ жасоо жана кооз жасоо боюнча биз атайын комиссиянын негизинде аныктап алабыз. Hakamlar hay'ati tanlovga qo'yilgan qalpoqlarni yasalishi, kattaligi va bezaklarga qarab baho berishdi. Natijada 20 ga yaqin qalpoq ichidan sim va ipdan tayyorlangan 3-o'rinni olsa, 2-o'rinni ko'lami katta qalpoq egalladi. Hakamlar hay'atini hayron qoldirgan qalpoq 10-B sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan. Hakamlar hay'ati uning ko'lami va bezagiga qarab 1-o'rinni berishdi. O'zinglar dele ko'p bo'lib turasizlar, 1-o'ringa tartibdi. 10-B klass. Birinchi kardondan қалпын жасап, кейін анын үстүнө ватма менен коюп тигип чыктык вообще. Бардыгын тигип чыктык, анан кийин орнаменттер чүрдүк. Bayram tadbirida o'quvchilarga oq qalpoq haqida, uning bezaklari ma'nosi, ranglari va yoshiga qarab bo'linish haqida ma'lumotlar berildi. Oyunları dağı uşul bar jaş özgöçөлүгүнө карап туруp, ошол оюндар түшүрүлөт дагы. Анан ошону көрүп туруп эле баягы түсүнө карап, оюмуна карап биз кандай адам экенин түшүнүп алсак болот экен да. Мына биз ушундай кыргыздын эң сонун баш кийимдери менен эле кыргыздардын тарыхын даңазалап койсок болот экен да. Sana munosabati bilan o'quvchilarning barchasi oq qalpoq kiyib kelishgan. Tanlovdan keyin ular shaharda piyoda yurishga chiqdi. Kiyimni boshqa jarashgan, suqtanib bari. Hilol Ashurova, Adina Do'stinbekova, Zair Abdukerimov, Intimaq. Qalpoq qalgan murasqa, atavuz aykul manastan. O'sh shahrida davlat bayrog'i kuni nishonlandi. Tantanali tadbirga vitse-premyer ministr Dayir Kenekeyev, O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayev rahbarligidagi xalq vakillari ishtirok etishdi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi rubrikada tanishasiz. O'sh shahrida davlat bayrog'i kuni nishonlandi. Tantanali tadbirda vitse-premyer ministr Dayir Kenekeyev, O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayev bosh bo'lgan xalq vakillari ishtirok etishdi. Dayir Kenekeyev Qirg'izistonning 7 oblastida davlat ramzi qabul qilingan kun oliy darajada o'tayotganini aytib, Qirg'iziston bayrog'i doim hilpirab turishini ta'kidladi. Eslatib o'tsak, davlat bayrog'i parlamentda 2 oy muhokama qilinib, 1992-yilning 3-martida qabul qilingan. Ayollar xalqaro kuni munosabati bilan O'sh shahar yo'l xavfsizligini nazorat qilish bo'limi xodimlari haydovchi ayollarni tabriklashdi. Mazkur tadbir shaharning markaziy ko'chalarida bo'lib o'tdi. Militsiya xodimlari bu gal ayollarni jarima to'lash uchun emas, balki bayram kayfiyati va gul sovg'a qilish uchun to'xtatishdi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'limi xodimlari har yili bu kabi tadbirlarni o'tkazib kelishadi. Maqsadi haydovchi ayollarni tabriklash bilan birga yo'l qoidalariga amal qilish eslatishdir. Бүгүнү ушул аялдардын 8-март байрамы менен чын жүрөктөн өзүмдүн иштеген жетекчилердин атынан да куттуктап, ошол жол эрежесине так болуп, жол эрежесин сактаса дейм.
Tailandda dam olish kinokomediyasining O'shdagi namoyishi etilishi yakunlandi. Yopilish marosimida film qahramonlari Marat Jumanaliyev, Madina va Medina Tolipovalar ishtirokida bo'lib o'tdi. Mazkur film 1 yil avval qirg'iz va qozoq aktyorlari hamkorligida suratga olingan. O'tgan yili Qozog'iston Respublikasida eng yaxshi film deya topilib, Qirg'izistonda ham yaxshi natijalarga erishgan. Negizi film pozitivdi. Ошондуктан менин оюмча адамдар позитивдүү жакшы кабыл алышты. Бишкекте да жакшы кабыл алышты. Эми Ошто премьераны кылып атабыз. O'sh shahrida Chingiz Aytmatovning 90 yilligi munosabati bilan Bobur nomli musiqali drama teatrida yozuvchining sohil bo'ylab chopayotgan olapar asari sahnalashtirildi. Bugun spektaklning ochilish marosimi bo'lib, unga rasmiylar taklif qilingan. Asarni O'zbekistondagi Muqimiy nomidagi teatr rejissyori Tojiddin Isroilov 2 oy davomida sahnalashtirgan. Unga O'zbekiston yozuvchi va shoirlari ham taklif qilingan. Ta'kidlab o'tsak, qirg'iz xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatov 1928-yili tug'ilib, 80 yoshida olamdan o'tgan. Sohil bo'ylab chopayotgan asarda bu Chingiz Aytmatov asari o'sha bugungi zamonda kelajakka bo'lgan ishonch, yoshlarga bo'lgan bizi butun xalqimiz deymizmi, butun davlat, butun dunyoda yoshlarga, butun dunyoni ishini yoshlar davom etadi. Menimcha bu bugungi kun dolzarb mavzusi deb o'ylayman. O'lkada bahor kelishi bilan tozalash va obodonlashtirish ishlari boshlandi. Bu bo'yicha hukumat Toza hayot deb atalgan aksiyani e'lon qildi. Shu asosda respublika fuqarolari ko'chat ekib, chiqindilarni tozalash kerak. O'sh shahri hukumat kompaniyasi bilan birga meriyaning qarori bo'yicha shanbaliklarni boshladi. Birinchi tadbirga bizning ijodiy guruh guvoh bo'lib qaytgan. Qirg'iziston hukumati Toza hayot deb nomlangan milliy tadbirni e'lon qildi. Murojaatda Premyer-ministr Sapar Isaqov kelayotgan oylarda qirg'izistonliklar ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanishini aytdi. Tadbir ommaviy hashar ekanini ta'kidlagan hukumat boshlig'i atrof muhitga nisbatan jonkuyarlik bilan munosabatda bo'lishdagi tadbirga qo'shilishga jamoatchilikni targ'ib qildi. Bu aksiyadagi yaxshi bizning prezidentimizdin bayaqı demilgesinedagi dal keladi. To'lg'i bilan dal keladi. Men Premyer-ministr qatori bu aksiyani o'zim boshqaraman. Obodonlashtirish tadbiri nafaqat davlat ishxonalarining, balki xususiy kompaniyalarga ham taalluqli. O'sh shahrida esa mazkur jarayon 2-martdan boshlanib, barcha hududlarda o'tkazilishi shart. Bundan tashqari shahar meriyasining shanbalik uyushtirish bo'yicha qarori ham chiqqan. Ishlayotgan emgak jamoatimizning bardi to'lg'i bilan chiqib, mana o'shol bizga berilgan Saliyeva ko'chasi yo'lning 2 beti berilgan, o'shol 2 beti bo'yicha Subotnikda boshladik. Manasota hududiy kengashda joylashgan O'sh shahar yerga joylashtirish va ko'chmas mulkka huquqlarni qayd etish boshqarmasining xodimlari ham yosh qari demasdan shanbalikka chiqishdi. Ular ariqlardagi to'lib qolgan loylarni olib, ko'chadagi axlatlarni tozalashdi. Eldir mashinasidan деле мусор таштайды, кетип атып жаштар, чоң адамдар деле мусорларды таштайды, семечка чагат. Ошон баарын мындай маданиятка чакырып кетемдер. Tozalash ishlari shahardagi o'quv maskanlarida, maktablarda, davlat ishxonalarida ham davom etdi. Har bir muassasaga maxsus joy ajratilib berilgan. Endi hafta sayin shanbaliklar o'tib turadi. Aksiyada ishtirok etmagan mahkamalarga chora ko'riladi, deydi hukumat vakillari. Biz hozirgi vaqtda o'shol to'xtamdin negizinde ish olib boramiz. Bizde bir jumadan keyin ish bo'lmay qoladi degan bo'lmaydi. Biz har Ишембі күні тазалау іштерін әрбір аймақтарда, әрбір мекемелерде, ішханаларда әр жұма сайын ишембіліктерді өткөрүп турабыз. Istirohat bog'larining tozaligini shahar obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xo'jalik kombinati nazoratga oladi. Bundan tashqari muassasa ishxonalardan chiqqan chiqindilarni olib ketish O'sh tozalik munitsipal ishxonasiga yuklangan. O'sh shahrida umumiy obodonlashtirish ishlari 3 oy davomida olib boriladi. Martdan boshlab O'sh shahrini obodonlashtirish ishlari boshlandi. Birinchilardan bo'lib ko'p yillik daraxtlar ekila boshladi. Umumiy 100 mingdan ortiq ko'chatlar tayyorlanib, aprelgacha ekib bitirish rejalashtirilgan. Mazkur oydan boshlab gul ekish boshlandi. Ijtimoiy muassasalar bilan shahar ko'chalariga 2 milliondan ortiq gul ekiladi. Gullarning 50 dan ortiq turi issiqxonada o'stirilmoqda. Umumiy obodonlashtirish ishlari may oxirida tugatiladi. Biroq ko'p
жылдан бери дарактар алмашылбаган, отургузулбаган эски дарактар. Ошон үчүн биз арасына жаңы көчөттөрдү отургузуп атабыз. 150 түп можжевельник көчөтү отургузулат. Бүгүн 70 түп дуб көчөтү. Булар бардыгы өзүбүздүн питомниктен өстүрүлүп чыккан көчөттөр. Ayol jamiyatining bir qismi ishi og'ir bo'lsa ham o'lka manfaati uchun tolmay ishlagan ayollar ko'p. Siyosatdan tortib energetika, tibbiyot, ma'ruf, qolaversa jamoat transportlarida ham haydovchi bo'lgan ayollarni ko'rish mumkin. Marshrut emas, trolleybus ham boshqarishmoqda. Ularning ishdagi qiyinchiliklari bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Безопасно qo'yib turib, ayoldan yaqinroq qo'yib turgandan keyin polniy to'xtagandan keyin qana o'shunda qana eshik ochasizlar. Nurmira Moldosheva avtomashina boshqarishni shunchaki qiziqish uchun emas, balki yetuk mutaxassis bo'lish uchun ham o'rgana boshladi. Trolleybus haydovchisi bo'lish niyati bor. Bu tarmoqqa kelishiga yaqinlarining hissasi katta. Bardığını okup үйрөнүп калдык, ошо эмне троллейбус чоң бул иштин немеси. Эми адамдарды этияттап дегендей айдап жолдо эселаман үйлөрүнө апарып коюш керек. Ошон үчүн мына тажрыйбабызды, чоң немелерди тажрыйбабызды мойнубузга алып, ошон үчүн мындай троллейбустарда окуп жүрөбүз, үйрөнүп. O'sh shahar munitsipal avtomashina korxonasida jami 5 nafar ayollar bor. Barchasining maqsadi yo'lovchilarga yetarli xizmat qilish va ularning o'zlarini maqsadlarini amalga oshirishdir. Haydovchilikni o'rgana boshlaganiga yarim yil bo'ldi. 2-3 oyda trolleybus haydashni o'rganish mumkin, biroq yo'l harakat qoidalarini yaxshi o'rganib, boshqalarga namuna bo'lishni istashadi. 6 oy o'qidik bularga, el tashiymiz deb, elga xizmat qilamiz deb, Xudo xolasa bardığını atqaramiz, qilamiz-da. Bir oydan keyin bularga haydovchilik guvohnomalari beriladi. Bu orqali shahardagi haydovchi ayollar soni ortishi kutilmoqda. Qahramonimiz haydovchilik qila boshlaganiga 1 yil bo'ldi, biroq ota kasbni erkaklar bajara oladi. U kuniga 7-8 marotaba yo'nalishga chiqib, yo'lovchilarni o'z manzillariga yetkazadi. Ertalabki soat 6 da boshlangan ish kechki soat 9:10 da yakunlanadi. Uning charchab xorgani ham sezilmaydi, chunki u o'zi orzu qilgan ish bilan mashg'ul. Shaharga o'quv topshirig'ini kelganman. Kelib birejin trolleybus minib ketayotganini ko'rib, qizig'im oshdi. Okunu bitip, ayılga ketip, turmuşka çıktım, oşo gayranını izlep gelip, okusunu izlep, Bişkek'e barıp okup geldim. Hazır emi, Kudayga şükür, ısık soğuğunu açıdap işlep жүрөм, kıyınçılık bolup. Trolleybus haydovchisi bo'lish uchun uning boshqarilishini bilish o'zi kamlik qiladi. Sababi bu transport elektr energiyasi bilan yurgani uchun uning simlarini ko'chadagi simlarga ulab chiqish kerak. Agar burilishlarda tezlik oshirilib simlar chiqib ketib qolsa, Nurilla Kenjayeva o'zi tutlashtira oladi. Turli texnik nosozliklar sababli yo'lovchilarni kuttirmaslikka harakat qiladi. Javobgarchiligimizni mo'ynimizga olib, yo'lda buzilib qolmash uchun stavkalarını qarab, shtangalarını qarab, oshul texnika menen nan tavib jeymiz. U kecha kunduz ishlaganda ham maoshi juda oz, biroq shu orqali oilasini moddiy ta'minlay olayotganidan mamnun. U bir ishni ayollar, bir ishni erkaklar qilish kerak degan fikrga qo'shilmaydi. Barcha ishni harakat qilish orqali amalga oshirish mumkinligiga ishonadi. Hilol Ashurova, Nurjamol Barg'iboyeva, Nursulton Abdikarim-o'g'li, Intimaq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Italiyada parlament saylovi bo'lib, unga saylovchilarning 73% qatnashdi. Hozirda kuzatuvchilar Liga partiyasi oldinda kelayotganini aytishmoqda. Biroq qatnashgan partiyalarning birortasi ham 40% ga yetgan ovoz olishmagan. Italiyada 4-mart kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi, ammo nomzod partiyalarning birontasi ham yuqori ko'rsatkichdagi ovozga ega bo'lisha olmadi. Hatto 40% ga ham yeta olishmadi. Saylovda sobiq premyer ministr Silvio Berlusconining Olg'a Italiya, Matteo Salvinining Antimigratsiya Liga va Italiya qarindoshlari partiyalari bellashgan. Lekin kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Liga partiyasi oldinda. Ular eng ko'p 35% olishgan bo'lishi mumkin. Bu degani premyerlikka Berlusconi emas, Salvinini kelishi mumkin. Liga partiyasi uchun o'ta quvonchli yangilik bo'ldi. Bugungi kun tarixda qoladi. Ovozlarimiz soni yana ham o'sishi mumkin. Ovozlarning oldindan olingan hisoboti bo'yicha ikkinchi o'rinda 5 yulduz harakati partiyasi bo'lishi mumkin. Ular 31% dan yuqori bo'lishi ehtimol. Saylovda ovoz berganlarning soni 73% ni ko'rsatdi. Bu 2013-yilga nisbatan 2 hissaga oz deganini tushuntiradi.
Britaniyalik olimlar bundan 100 yil avval topilgan mumiyo tanasidan tatuirovkalarni topishdi. Ularning aytishicha, bu rasmlar ularning tanasiga 5000 yil avval tushirilgan bo'lishi mumkin. Hozirda mutaxassislar yangi texnologiya yordamida bu topilma ustida tekshiruv olib borishmoqda. Britaniya muzeyida kutilmagan topilmaga duch kelishdi. Muzeyda bir qancha yillardan buyon saqlanib turgan mumiyolardan oddiy tatuirovkalarning izlarini topishdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur rasmlar 5000 yil avval chizilgan bo'lishi mumkin. Mumiyodan topilgan tatuirovkalar teridagi dog' kabi ko'rinadi. Bungacha mumiyodagi suratlarga hech kim e'tibor bermay kelgan, ammo zamonaviy texnologiya yordamida hammasi aniq ko'rindi. Mumiyolarning biri erkak kishiga taalluqli, uning yelkasida yovvoyi kamon bilan qo'yning rasmi chizilgan. Mutaxassislar mazkur rasm ozodlik ramzi bo'lgan deb taxmin qilishmoqda. Ikkinchi mumiyo ayol, uning bilagi bilan yelkasidagi lotin ramzi va tayoqsimon rasmni ko'rish mumkin. Biz bu mumiyodan topilgan tatuirovkalarni keramikaga tushirilgan rasmlar bilan birga tekshirmoqdamiz. Ba'zi yerlarda keramikalarga aniq shunday tatuirovkasi bor kishilarning surati chizilgan. Balki ularning holati yoki hukumat ramzidir. Bu mumiyolar 100 yil avval Misrning Gebeleyn shahridan topilgan. Topilgan tanalar maxsus mumiyolanmagan. Ular iqlim sharoiti tufayli yaxshi saqlangan. Topilma erkak kishi bilan ayol bizning eramizgacha 3300-yillari yashagan deb taxmin qilinmoqda. Hozirda bu topilmalarning ustida mutaxassislar qizg'in ish olib bormoqda. Ma'lumotga ko'ra, kelajakda yana ko'p yangi ochilishlar bo'lishi mumkin. Endi esa dunyoda bo'layotgan voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Qozog'istonning Atrov oblasining Qarabatan qishlog'idagi yotoqxonada sodir bo'lgan yong'inda jarohatlangan yana bir kishi vafot etdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari oblast kasalxonasining ma'lumotiga ko'ra, jabrlanuvchi 3-mart kuni ertalab tanasining ko'p qismi kuygani uchun olamdan o'tgan. Atrov shahridan 10 chaqirim oraliqda joylashgan Qarabatan qishlog'idagi yotoqxonadan yong'in 2-martda ertalab bo'lgan. Halokatda 6 nafar odam vafot etgan. Favqulodda hodisalar qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, voqea vaqtida bino ichida kechki smenada ishlaydigan 20 nafar odam bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in elektr simlaridagi qisqa tutashuvdan yuzaga kelgan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqinda Senat davlat amaldorlarining nikoh to'ylariga borishni taqiqlagan qaror chiqarishini bildirdi. Uning bu haqdagi so'zlari yozilgan audio 2-mart kuni Ozodlikning o'zbek xizmatiga kelib tushdi. Davlat rahbarining bu bildiruvi taxminan import va eksport masalalariga bag'ishlangan 27 fevraldagi Toshkentda o'tgan video selektor yig'in vaqtida yozdirib olingan. Hozircha Mirziyoyevning bu bildiruvi haqida Prezidentning matbuot xizmati ham davlat ommaviy axborot vositalari ham hech qanday ma'lumot berishmagan. Prezidentning aytishicha, Senatning yangi qarorida nikoh to'ylariga 150, nahorgi oshga 200 dan ko'p odam chaqirish taqiqlanadi. AQSh Davlat departamenti Ukrainaga qiymati $47 million teng tankga qarshi Javelin raketa komplekslarini yetkazib berishni ma'qulladi. Bu haqda Pentagon bayonotiga tayanib payshanba kuni Reuters xabar berdi. Umumiy hisobda Ukrainaga 210 ta jangovar komplekslar yetkazib beriladi. Pentagon tarqatgan bildiruvda Javelin sistemasi Ukrainaga suverenitetligini va hududiy butunligini himoya qilishga yordam beradi deb aytiladi. AQShning fikricha, Javelinning sotilishi mintaqadagi harbiy muvozanatga ta'sir qilmaydi. 2017 yil dekabrida AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Ukraina armiyasiga uchuvchi mudofaa qurollarini yetkazib berishni ma'qullagan edi. Ularning ichidan snayper miltiqlarini eksport qilishga ruxsat berilgan. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Dam olish kunlari kichik futbol bo'yicha O'sh shahri va O'sh oblastining qishki chempionati yakunlandi. Ketma-ket 12-martda o'tkazilayotgan turnir 2,5 oy davom etib, unga joriy yilda 23 jamoa qatnashdi. Finalchilar va 3-o'rin uchun kurashda kimlar bellashdi? Navbatdagi lavhada guvohi bo'lasiz. 3-4 mart kunlari futzal bo'yicha O'sh birinchiligining yarim final va final bosqichlari bo'lib o'tdi. Dastlab finalga chiqish uchun birinchi bo'lib Muhammad Umar 1 va Gazprom Neft jamoasi futbol maydoniga chiqishdi. Musobaqaning birinchi 20 daqiqasida 3-3 hisobida durang bilan yakunlansa, ikkinchi bo'limda Muhammad Umar futbolchilari javobsiz 3 ta gol kiritishdi. O'yin yaxshi bo'ldi. Jalang 4 kuchli komanda cho'g'ildi bu yerda. Biraz bizden nastroyimiz начар болып қалғаннан жана
biraz dayandık nachar bo'lib qolgandan biz jengib qoldik. O'sha kuni yana ikkita musobaqa ham oliy darajada bo'lib o'tdi. Muhammad Umar 2 jamoasi futzal bo'yicha o'lka chempioni Yeremga qarshi yetarli darajada o'yin ko'rsata oldi. Birinchi bo'limda durang o'ynalsa, ikkinchi bosqichda Yerem g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shunga qaramay, yaxshi o'ynaylik degan umiddamiz. Yerem Qirg'iziston chempioni bardiq bilet. O'shaga qaraganda endi qo'ldan kelgancha harakat qildik. Buning buyog'iga ham to'xtab qolmay harakat qilishga doim harakat qilamiz. Kecha yakshanba kuni turnirning so'nggi o'yinlari bo'lib o'tdi. 3-o'rin uchun Gazprom Neft va Muhammad Umar 2 maydonga tushdi. Bir kun avval Yerem bilan durang o'ynagan Muhammad Umar 2 ning omadi kelmadi. Ular qancha harakat qilmasin, Gazprom Neftga o'yinni boy berib, bronzadan quruq qolishdi. So'ngida barcha kutgan final o'yini bo'lib o'tdi. Unga Yerem va Muhammad Umar bir maydonga chiqdi. Bu o'yinda barchaning qo'li teng kelganday ko'ringani bilan, biroq hisob taxtasi boshqa natijalarni ko'rsatdi. Yerem Muhammad Umar darvozasiga 6 ta gol kirgizdi. Shunday qilib, u Qirg'iziston kubogida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Osh shahrining chempionati o'zi 2 oy murda boshlangan edi. Har bir komandaning kuchini biletilek. Tим более бұл бағы birinchi o'rinda olgan kubok Qirg'izistonga qatnashish kerak edi. Maqsadimiz bir ele o'zine. Joriy yili shahar chempionatida birinchi marta qatnashayotgan 23 ta jamoa orasidan ikkinchi bo'lgan Muhammad Umar u o'lka kubogida ishtirok etadigan bo'ldi. Endi g'olib bo'lgan jamoalar va eng yaxshi o'yinchi, eng yaxshi hujumchi, eng yaxshi darvozabonlarni uyushtiruvchilar 20-mart kuni taqdirlaydi. Eslatib o'tsak, o'tgan yili shu turnirda ishtirok etgan Intimakning 2 jamoasi birinchi va ikkinchi o'rinni olgan edi. Hilola Ashurova, Jo'ldibay Aytqulov, Intimak. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osida o'tsin, xayr omon bo'ling.